Salom hammaga. Bugun sizlar bilan yana bitta xat turini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu xatimiz turi ikki xil holatda nomlasak bo'ladi. Yo resignation letter deb aytsak bo'ladi. Mana resignation letterda. Ya'ni ishdan bo'shash xati yoki request letter desak ham bo'ladi, iltimos xati. Ikkala holda ham iltimos ma'nosi kelib chiqqani uchun biz uni iltimos xati deb bemalol ikkala holatda ham aytishimiz mumkin. Ya'ni ko'rib chiqamiz, qarang. Ya'ni you have decided to leave your current job due to some reasons. Sen qaror qilding ketishga, to leave ketishga your current job, ya'ni sening hozirgi ishingdan. Current job degani hozirgi degani ishingdan due to tufayli, nima tufayli? Some reasons. Ya'ni bir nechta sabablar tufayli hozirgi ish o'rningdan ketishga qaror qilding. Write a letter to your manager. Menejeringga xat yoz. In your letter, xating ichida tell him about the decision and mention the reason for it. Unga qaroring haqida ayt va bunga sabab ko'rsatib ber. Describe what you have learned in the job. Ya'ni aytibdi, shu ishingni ichida nimalarni o'rganingani haqida ayt. Request for a recommendation letter and experience letter. Ya'ni iltimos qilgan, so'ra, request ask deganda so'ra. For recommendation letter, tavsifnoma xati and experience letter, ya'ni tajriba xati haqida so'ra, iltimos qilgan. Ya'ni chet elda shunaqa narsa bor. Ya'ni hozirgi ish o'rningizga ketayotganingizdan keyin keyingi ishga olish uchun siz haqingizda ular tavsifnoma berish kerak. Ya'ni yaxshi ishchi, shuncha malakaga ega, bizda bilan urushib qolib ketmayapti, o'z xohishi bilan ketyapti degan yaxshi tavsifnoma bilan borsa, keyin bu keyingi o'rnida, ish o'rnida gullab yashnashi uchun, yaxshi oylik olish uchun, ishga qabul qilish uchun imkoniyat bo'ladi. Chunki juda ham ularda ishda joylashish qiyin. Ya'ni bu ketishidan oldin iltimos qilib so'rayapti menejerdan. Ya'ni iltimos, menga tavsifnoma ber va experienceim haqida aytib ber deb iltimos qilyapti. Ya'ni bu iltimos xati, resignation letter, ishdan bo'shash xati desak ham bo'ladi. Ikkala holatda ham baribir requestga to'g'ri keladi. Ya'ni bu xatimiz formal bo'ladi. Shuning uchun biz uni dear bilan boshlaymiz. Dear sir or madam deb boshlaymiz. Demak, mana boshlab oldik formal xatimizni. Ya'ni buni har doim biz boshlaganda I am writing in order to deb yozamiz. Bir xil bo'ladi. I am, hech qanaqa contraction ishlatmaymiz. I am writing in order to. Demak, men so'rash uchun yozyapman deb aytasiz-ku. Qarang, nima so'raysiz? Mana yerda requesting ask deyapsiz-da. For a recommendation letter and experience letter, shu yerni o'zidan yozsak bo'ladi. I am writing in order to ask you desangiz ham bo'ladi. I am writing in order to request you for a recommendation letter and experience letter desak bo'ladi. Ask desangiz ham, request desangiz ham bir xil narsa. Demak, xuddi shunday yozsak bo'ladi. Ask you deylik. Ask you for a recommendation and ikkita letter yozib o'tirmayapman, shuning uchun просто recommendation and experience letter deb aytamiz. Demak, experience letter. Demak, men sendan iltimos qilib yozyapman, so'rab yozyapman, recommendation experience letter ber menga deb iltimos qilib yozyapman deb aytyapmiz. Demak, I hope men umid qilaman, sen meni ta'minlaysan kerakli hujjatlar bilan xatimni o'qib chiqqandan keyin deb aytamiz. I hope you will provide me with the necessary, o'sha kerakli dokumentlar bilan deymizda, documents after investigating my letter.
xatimni o'qib chiqqandan keyin kerakli dokumentlar bilan meni ta'minlaysan deb umid qilaman deb aytyapman. Bunday degan bo'ladi: I hope you will understand my situation and will provide me with the necessary documents after investigating my letter desam xato bo'lmaydi. Demak, biz introductionni qilib oldik. Endi introductiondan keyin biz body paragraf 1 ga kirishimiz kerak. Demak, body paragraf 1 da albatta siz menejeringizni taniysiz. U sizga begona emas. Shuning uchun unda siz seni ahvolingiz yaxshi deb umid qilaman, yaxshimisiz degan ma'noda yozsak bo'ladi. Misol uchun I hope you are doing great desak ham bo'ladi, lekin I hope you are doing great qo'shningiz bilan o'rtog'ingizga yozganingiz ma'qul. Formal xatlarga esa I hope this message finds you well desa agar, men umid qilaman bu xat yetib borganda sen o'zingni yaxshi his qilayotgan bo'lasan degan ma'noni bildiradi. Demak, aytamiz I hope demak I hope this message finds you well. Demak, hozir aytgandek, bu xat yetib borganda men umid qilaman, sen o'zingni yaxshi his qilyapsan, yaxshi his qilayotgan bo'lasan deb. Demak, men senga o'zimni qarorimni aytish uchun va hozirgi ish o'rnimdan ketishim haqidagi ma'lumotni aytish uchun yozyapman deb aytasiz. Demak, I'm going to inform you about my decision. O'zimni qarorim haqida ma'lumot berish uchun, xabardor qilish uchun yozyapman. My decision demak to resign from my current job. Demak, to resign from my current job. Demak, resign degani ketish degani. Tushunlaringmi? Demak, ishdan ketish. Hozirgi ishimdan ketishim haqidagi qarorim haqida aytish uchun yozyapman. Resign. Sign degani qo'l qo'ysangiz agar sign bo'ladi, resign degani demak o'shani qaytarib olish, ya'ni ishdan ketish degan ma'no. Resign desangiz ham, resign desangiz ham bo'ladi. Demak, endi aytamiz, umid qilaman, yo'q, bu qarorni qilish oson bo'lmadi men uchun deb aytamiz. Bu qarorni qilish oson bo'lmadi men uchun deb aytaylik. Demak, shundan boshlaylik. This decision wasn't easy for me. To make deylik yaxshisi. For me demasdan to make. Bu qarorni qabul qilish menga oson bo'lmadi, lekin uzoq o'ylagandan keyin, sinchiklab o'rganib chiqqandan keyin deb aytamiz. But after careful consideration, thinking desak ham bo'ladi. Consideration o'ylab ko'rish degan ma'noda yaxshiroq so'z. Uzoq o'ylab, careful consideration degan sinchiklab o'rganib chiqqandan keyin so'ng deb aytyapti. Men qaror qildim yangi imkoniyatlarni, ya'ni meni o'zimni qiziqishlarim bilan mos keladigan imkoniyatlarni va shaxsiy o'sishim uchun qaror qildim shu qarorda deb aytamiz. After careful consideration, I have decided to pursue degan ergashishga deganda, men qaror qildim ergashishga, yangi imkoniyatlarga. A new imkoniyat degan opportunity degani, o'rgangan degan buni. Opportunity qaysiki mos keladi, aligns
degan so'z bor bolalar. Align degani. Aligns degani mos keladi degani. Aligns more closely with my demak meni uzoq vaqt kelajakdagi uzoq vaqt davom etadigan karyera maqsadlarimga degan narsa long term career deb o'tgan safar anavda o'tgandik sizlarda readingda o'tgandik. Demak mana long hyphen bilan beriladi. Chiziqcha hyphen degani long term career goals. Ya'ni my long term career goals degani men uzoq davom etadigan karyera maqsadlarim bilan yaqindan mos keladigan imkoniyatdan ergashishga qaror qildim bo'lyapti. Demak, desak ham qo'shiladi va shaxsiy o'sishimga ham desak bo'ladi. Qo'shaylik shuni. And personal growth desak ham bo'ladi. Personal growth desak ham bo'ladi. Va shaxsiy o'sishimga imkon bo'ladi, mos keladi deb aytyapmiz. Demak, men sizni boshligingizda, ya'ni mana shu kompaniyada bo'lgan vaqtimdan juda ham minnatdorman va sizlardan olgan tajribamdan ham minnatdorman deb ularga ham minnatdorchilik bildirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni aytamiz, men juda ham minnatdorman deb I am truly grateful desak bo'ladi. I appreciate the time I have spent in your company desak ham bo'ladi. Yoki I am truly grateful. I am truly grateful for the time, o'sha vaqtdan I have spent here. Shu yerda deylik, here. Shu yerda o'tkazgan vaqtimdan juda ham minnatdorman va foydali bo'lgan tajribamdan sizni boshqaruvingiz orqali olgan tajribamdan qilaman, qadrlayman deb aytamiz. Demak, the valuable degani foydali, valuable experience I have gained under your guidance. Sizni boshligingiz ortidagi nimadan qadrlayman deb aytyapmiz-da, your guidance. Demak, bo'lyapti bu yerda I am truly grateful for the time I have spent here. Demak, men juda ham minnatdorman shu yerda o'tkazgan vaqtimdan. The valuable experience I have gained under your guidance. Sizni boshqaruvingiz ortida men qo'lga kiritdim. Juda ham foydali experience'ni qo'lga kiritdim bo'lyapti. Demak, aytsak bo'ladi yana, shu kompaniyada ishlagan vaqtimda siz mana shu hozirgi ish o'rnimda juda ham men imkoniyat bo'ldi, professional tarzda o'sishimga yordam bo'ldi. Shaxsiy rivojlandim va professional tomondan rivojlandim deb aytsak bo'ladi. Demak, siz bilan birga ishlagan vaqtimda deb aytamiz. During my time in desak bo'ladi. In this yo'q, during my time deylik, shu kompaniya bilan birga, during my time with this company deylik, with this company
Demak, menda imkoniyat bo'ldi deb aytamiz. I have had a chance. I have had a chance to develop both. Demak, professionally and personally desak bo'ladi, ya. O'zgartirib qo'ydi. Professionally and demak personally. Ana, professionally and personally. Demak, men bu kompaniya bilan ishlash vaqtida imkon bo'ldi menda rivojlanishga ham professional tarzda, ham shaxsiy rivojlanishda menda imkoniyat bo'ldi deb aytamiz. Demak, men o'zimni deb aytamiz, odamlar bilan muloqot qilganda va o'sha tashkillashtirish nimalarda, ya'ni skilllarimda qanday qilib qiyin vaziyatlardan chiqishni va o'zimni tetik tutishni o'rgandim deb aytamiz. Chunki maqtashimiz kerakda, biz chiqib ketishimiz uchun o'sha nimani o'sha menejerga yaxshi gap aytib, yaxshi recommendation letter olish uchun yaxshiroq paxta qo'yishimiz kerak. Demak, aytamiz I have demak improved my communication and organizational skills. Demak, tushundiga, men o'zimni nimamda odam communication, muloqot va organizational skills degani tashkiliy xususiyatlarimni rivojlantira oldim. Qanday qilib deb aytyapmiz, qiyin tasklarni boshqarishni uddaladim deb aytamiz. And learned to manage, boshqarishdi. Manage boshqarish degan to manage challenging tasks, ya'ni hard task demaymiz, challenging deylik. Challenging degan qiyin, challenging tasks. Demak, endi bundan tashqari deb aytaman. Bundan tashqari o'zimda tetiklar qobiliyatlarimni o'rgandik desak, mayli nima qilaylik desak bo'ladi. Shunday bir anaqangi meni qo'llab-quvvatlovchi komanda bilan ishladim. Bu men uchun bo'ldi. Bu menga juda ham bir sovg'a bo'ldi va men juda ham shunday bir imkoniyatlar bo'lganidan, siz meni shuni ta'minlab berganingizdan men sizdan juda ham minnatdorman deb aytamiz. Demak, bundan tashqari deylik, furthermore, working with such supportive team deb aytamiz. Supportive team has been a rewarding experience and I deeply appreciate, men chuqur qilaman, qadrlayman. I deeply appreciate degani men chuqur qadrlayman deganda, to the trust
ishonchni qadrlayman deb aytyapmiz. And opportunities qaysiniki sen menga provide qilgan. You provided me. Demak, mana biz aytdik, paxta qo'ydik, inform qildik, xabardor qildik va endi bundan iltimos qilamiz xatni chiroyli qilib yozishni. Men haqqimda shunday bir rekomendatsiya berki, borayotgan joyim menga yaxshi bir tavsiyanomani ko'rib, meni yaxshiroq ishga qabul qilsin deb aytamiz. Demak, qaraymiz, bolalar, mana bu nimamiz katta bo'lib ketdi. Shuning uchun biz buni bemalol ikkinchi body 2 qilib yozsak ham bo'ladi. Demak, gapni indallosiga o'tsak degan ma'noni gapni indallosiga o'tsak deb aytamiz-ku. Короче говоря deymiz-ku, shunaqa so'zni chiroyli paxtaga o'ralgan formasi as I move forward. Mana as I move forward degan gapni indallosiga o'tsak degani. Demak, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim, minnatdor bo'lgan bo'lardim agar sen menga shu recommendation letter bilan meni ta'minlasang, meni qo'llab-quvvatlasang kelajakdagi xatti-harakatlarim uchun deb aytsa agar chiroyli bo'lardi. Demak, aytamiz I would be truly, rostdan ham bir nima edi, xursand bo'lgan bo'lardim bo'lyapti. Truly grateful if you could provide me demak, buni body 2 emas, umuman chiqishda birinchi qismi ham deb aytsak bo'ladi. Meni ta'minlasang, o'sha recommendation va experience letter bilan ta'minlasang deb aytamiz. Provide me with a recommendation and experience letter deb aytamiz. Experience letter meni qo'llab-quvvatlash uchun deb aytamiz. Support me. Support me. Yo'q, support me emas. To support my kelajakdagi ishim deb boyagidek aytamiz. Future career endeavors degani xatti-harakatlarim degan ma'noda keladi. Endeavors degani ishlarimda, kelajakdagi ishlarimda bo'lyapti. Ya'ni endi seni so'zlaring deb aytyapti. Sizni so'zlaringiz menga yordam beradi keyingi professional qadam qo'yishga deb aytamiz. Demak, sizni so'zlaringiz, your words. Demak, siz so'zlaringiz yordam bergan bo'lar edi deb aytamiz. Demak, your words would help me. Demak, ulkan tarzda yordam bergan bo'lardi deb aytar. Immensely. In the next steps of my professional journey deb aytamiz. Professional sayohatimda. Qanida ikkita f qilib boribman. Professional journey. Demak, mana nuqta qo'ydik. Endi yana bir marta rahmat aytaman deb aytamizda va xatingni
javobni kutib qolaman deb aytamiz. Thank you. Thank you. Thank you once again. Yana bir marta rahmat. For everything. So thank you once again. Yana bir marta rahmat deymizda. For everything. Hamma narsa uchun rahmat. Demak, endi men sendan xatimga javob kutib qolaman deb aytamiz. Demak, I look forward to your reply. Men seni javobingni kutib qolaman va eng zo'r tavsifnoma kutib qolaman desa bo'ladi. Yaxshi, uni demaylik. I look forward to your reply. Xatingizni kutib qolaman. Iltimos tezroq yoz deb aytamiz. I look forward to your reply. Please respond me as soon as possible. Ana o'zi avtomatik chiqib kelyapti. Mayatda anaqa ketib qoldi. Demak, I look forward to your reply. Please respond me as soon as possible. Demak, bu bizda anaqa bo'lgani uchun yours sincerely deb aytamiz. Yours. Demak, yours magan anaqa bo'lyapti bu. To'xtang. Qarang, shu payt kelmay qoldi. Yours qanday yozilardi? Yours sincerely. Qarang, kelmay qoldi shu payt. Sincerely. Yours sincerely. Virgul. Demak, ism familiyangizni yozasiz albatta nimadan keyin. Qarang, o'rtada bitta joy, yana bitta joy, yana bitta joy. Demak, yozamiz. Avval ism. Kelmay qoladi ba'zi shuni avtomatik miya ishlamay qoladi. Demak, mana sizlarga anaqa xat bo'ldi, request letter bo'ldi. Endi zo'r yozildi va nechta bo'ldi ekan bu yerda. Buni hali mana bu nimani yaxshi ishlatishni bilmayapman-da, lekin nimada chiqardi, nechta harfligi ham chiqardi. Demak, o'zlaring yozib, ko'chirib, yaxshilab o'rganib olasizlarda, nechta chiqqanini ham keyin menga xabarini berasizlar.